Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi hamda O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi Farg'ona viloyati hududiy birlashmasi hamkorligida brifing tashkil etildi. Tashrif buyurgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga daxldor idoralar mas'ullari O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlar milliy assotsiatsiyasi va yuksalish harakati viloyat bo'linmalari, qonun ijrosini amalga oshirishda hamkor bo'lgan tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari vakillari brifingda ishtirok etdilar. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha mana iste'mol madaniyatini rivojlantirishda ommaviy axborot vositalarining o'rni juda ham beqiyos. Biz bu jamiyat bilan doimiy hamkorlik qilib kelamiz. Aholini shu iste'mol madaniyatini yuksaltirish bo'yicha shu maqolalar, teleko'rsatuvlar, shu axborot chiqishlarini olib borayotgan jurnalistlar bugun jamiyat tomonidan shu e'tirof etilib, bayram munosabati bilan bir munosib taqdirlandi. Albatta bu e'tibor ham shu biz jurnalistlarga juda katta bir motivatsiya beradi. Kelgusida mana shu iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati bilan hamkorligimiz yanada kuchayadi. O'zbekistonda 2023-yilda 35 mingdan ortiq iste'molchilarning huquqlari buzilganligi haqida shikoyatlar qabul qilingan. Shuningdek, mamlakatda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi faoliyat olib borib, 2024-yilda bu tashkilot orqali 10 mingdan ortiq iste'molchi o'z huquqlarini himoya qilishga yordam olgan. Tadbirda mana shu raqamlar e'tirof etilib, kelajakda amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar kelishib olindi. Shundan so'ng tadbir tashkilotchilari tomonidan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunchilik ijrosini ta'minlashda qator hamkor tashkilotlar vakillariga qo'mita hamda federatsiyaning tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari topshirildi.